Kevring, to'g'ri kiravering. Shahboz. Yaxshimisan? Charchamadingmi? Yangi mashina oldingmi? Ha, olib do'stim. rahmat. Xizmat bilan keluvdim oldinga. Hop. Do'stim, shu mashinani kam ko'rsatib bitta ko'rib bergan. Ana ketgan zapchastlari bo'lsa, hadovlar nimasi bo'lsa, yeng qo'yib bergan o'rtoq faqat. Hamma yo'qni ko'rib qo'yarsan-a? Men kelaman. Ammo remeni bilan radiatori ketgan ekan. Uni ham o'zgartirib yuborish kerak. Yangi olib chiqib qo'ying do'kondan. Nima qilasan, yangi qo'yib, anta bu bor eskisi. Shundoq alishtirib qo'yib yubor, kim bilib o'tiribdi. Buni ham bu taqamiz ham o'zi hadovoyni polni bu qildi. Yangi pengi qilma, boshimni qotirib, men o'zim nima qotganini bilaman. Shu eskisini olib qo'yib yubor, hech kim bilmaydi. Hozir men bundan pul ola olmayman, og'aynim. Xafa bo'ladi. Xullas, mashinadan foydam chiqara olishim kerak, zapchastdan foydalana olamiz-da. Men aytganim qilib boshimni qotirma. Ha, o'rtoq, horma, charchamadingmi? Nech pul bo'pti? Yaxshimisan? Shu zapchastlarning o'zi 2 million bo'pti. Xizmat haqqisi yo'q ichida. Mana do'stim, bu kalit. Do'stim, to'g'risini aytsam, shu mashinani sanga oldim. Nima? Rostdan? Sanga sovg'a. Voy, gap yo'q. Joning sog' bo'lsin. Yaxshi kuningni minib yurgan qol. Oilang bilan azab yurasan. Nima bo'ldi do'stim? Yoqmadimi mashina? Ha, yo'q. Yaxshimi? Bo'pti. Yaxshi kuningni minib yurgan qol.